Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, katta yo'l atapli ishqibozlari, mana kanalimiz obunachilari. Bugun Andijon ko'chasi 3-uyda yashovchi Ibrohimjon akaning uylaridamiz. Mana xonadonlardamiz. Bugun avvalgi qilgan ishimizda ish jarayonidagi videolarimiz o'chib ketib qoldi. Yangidan video qilish maqsadida keldik. Qani birgalikda ko'ramiz natija. Mana katta yo'limiz hozir yondi. Hop, svetdi mana ondan ekan. Biz 708. Hozir yoqishibdi. Ilibdi уже. 58. Dimohut. Onga chiqqandir, ha? Chiqibdi уже 39. Samotok sistema bu. Bir yakodiylar kasramadi yanda buni. Hop, endi tushishini ko'ramiz. Tepalarni ko'rsatsak bo'ladimi? Mana shu yerdan dimohut chiqib ketgan, mana podachi. Podachi qilamiz, ularni pastdagi xonalarga berilgan podachi bu yoqda. Ular chiroyli qilib va biz hamma yo'g'ini mana batareyani o'rnini расширительный bakka chiqib ketgan. Podachi pastki etajlarga tushgan unillarga. Hop, mana ketdik ko'ramiz. Hali kelmadi. 7 plus hali S yetib kelgani yo'q. Soatga qaramadinglar? Yoqilingan payt. 16:16, 4dan 16 minut o'tibdi. Boring 10 minut oldin yaqqan bo'lsangiz ham, rosa bo'lsa 10 minut bo'ldi, 10 minutdan bo'lmadi. 5 minut. 10 minutdan. Bas yonda turib. Katta yo'l 4 kitob. Hop, tutash bo'ldimi? Mana yongan jarayoni. Berib turing, men olib beraman. Yonyapti katta yo'l. Ol propanni o'chiringchi. Mana o'chiring. Qani. Bor ya buni. Havo tortgan. Hop, hop, qo'ydi. 10 minut degan bo'lsa 50 ekan. 16:35. Hali 16:16 edi va 10 minut uyoq desak 63 gradus. Hop. 164, 65 bo'ldi. Hop. Podachimiz. Bu ham mana shu 63,5. Xonani ichlarini Akmaljonlari bittan bekitib qo'yganman do'st. Ochib yuboringda, issiqligi yaxshi mana. Mana xonamizda ham bor, bu xonaga kira olmadi. Undan keyin nima, hammomning ichida ham bir tochka batareyamiz bor. Uni ham nima qila olmadik, ko'ra olmadik. Isitish, chiqarish mana. 55 gradus. Tagi. Qirq bir gradus. Chiqarish normal, ichidan 48. Chiqishi yaxshi. Narigini ham ochib yuboring. Ochib yubordingizmi? Bunimiz bekig'ida ekan. Bolani olib chiqib ketishdi. Chorchikam bu tepada ochilinibdi.
Hozir ochilindi bu bekig'idagi. 806 hozir ochilingan. Kerak emas deb bittasi yetadi deb ishlatishmayotgan ekan. Keyin topli polimiz bor edi. Belli güçga chiqib o'tdi. Vaqt o'tgan. 46 Bor, necha dedik, yana bitta o'lchab bor edi. 51. Kraskasi qalin bo'lgan ekan, shuning uchun pastroq ko'rsatyapti. Ha. Obratgamiz. Mana birinchi obratga 41. Hop, chiqdik endi. Topli polni ama biz qilmaganmiz. Samato'gini qilganmiz. Katta rahmat Akmaljon, sizni ham bezovta qildik. Mana bu xonada, mana qarating. Mana shu xonada men bu yoqda. Mana nimalarda ikkita batareya bor, hammom ichida bitta batareya bor. Panelli batareyamiz har biri. 80 rasxodiga kelsak 80 metrda atrofida 80-90 oralig'ida, hozir to'shni esimda yo'q, turba ketgan, 25 lik turba. 90 metr, 80 bilan 90 metrda atrofida. Bu o'zlariga dehqonchilik bo'lganligi uchun Ibrohimjon akam o'zi sotganligi uchun konteynerni ruchkasidan 25 lik turbadan qilib qo'yganmiz buni. Kattolimiz 1.800.000 so'm bo'lgan o'sha paytda. Hozir nima qilindi? Bu necha tochkaga bo'lyapti aka hozir? Bu tepadagi monolarga ham qo'shsa bo'ladi hozir. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta tochka. Tepadagi xona 6 ta, 7 ta, 8 ta bemalol oladi. Ochiq ayvonga ham qo'yadigan bo'lsa, xudo xolisa kuchi yetadi. Hozircha tepalar bitmaganligi uchun bu yoqqa shart emas degan nimada qo'yilmagan. Mana tomonlar zaruratiga ishlatilib turiladi. Ular ketdik endi. Hurmatli kanalimiz muxlislari, Atapline Katol ishqibozlari, bugun mana birinchi videomizlik uchun avval to'g'riroq birinchisi emas, avvalgilarda ham xatoliklar, avval videodan hech qanaqa ish mukammal bo'lmaydi ekan, bari videoga olish professional darajada jurnalist emasmiz, boshqa emasmiz. Shunga xato va kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, yana beringlar. Bundan chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz. Boshqa bundan qiziqarli bo'lgan, samotokka ishlagan, через nasos bo'lgan sistemalarimiz haqida bundan keyingi videolarimizni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.